Ha, yaxshi. Shu ozgina davolandim, pullarim ham qolmadi. Hammasi davolashga ketdi pulni hammasi. Pulam qolmaydi-da. Shunaqa bo'lar ekan-da. Ya, anu, nevarammi? Ey, kel bu yoqqa. Nevara, ey, bu yoqqa kel. Ya, nega qochyapti-ring? Nega qochib ket? Ey, kelsanchi bu yoqqa, kel, voy. Pulingiz yo'q ekan, nima qilasiz axir? Qaynanam qarindoshlar bilan ketdi, qaranglar. Bo'ldi, jonim ketadi. Qachongacha bunaqa yuramiz? Ozgina qoldi mahallangga ham. Bip qilyapti bitta. Qara. Ha, Shoh aka. Ha. Bugun shanbaga bir choyxonaga borib qiyshaymaymizmi 50 qilib? O'zi gaz yo'q, qiyshayib yotibmiz o'zi. Sen raygas emasmiding? Ha, raygaschi edim. Yine uni Menga qaraganda seni soch yuvorsang ertalab jo'nat. Yo'q, to'xtab turginda anaqa obedni jo'nat, xo'p. Nima deb yozay? Javob yozaymi? Qayerga ketyapsiz Arqondoq shoy? qayerga deb yozsang? Qayerga ketyapsiz? Qaynota, mana yonimizga magazin bor-ku, shunaqa nazar arzon yana bir narsa olsangiz bonusga qo'shib, bir ikkita narsa qo'shib ham beradi qaynota. Yo'q, sen doim shunaqa arzon joylar topib yurasan. Qanaqa topib yurasan uni? 5 ta bolangiz bo'lsa, Xo'sh. 5 ta kreditingiz bo'lsa, hattoki ob-havo bo'lib nafas olishingiz sekinlashadi qaynota. Qiyin haqiqatdan. Молодец. Bugun 7-mart sanasi qaynonam uyga keldik. Xabar olgani. Sandiq qulfligini qaranglar. Mana sandiqni qaranglar, qulfligini. Mana sandiqda to'la tillasi bor qaynonam. Hamma